kulgili emas, aslida yig'laydigan holat. Bolalarning kech emaklashiga 95% holatlarda o'z ota-onalari aybdor bo'ladi. Bolalarni yetarlicha qorniga yotqizmaslik, bolalar emaklashni o'rganmasdan turib, ularni o'tirishga o'rgatib qo'yish natijasida bolalar kech emaklaydi va emaklashga bo'lgan qiziqishi tushib ketadi. Yana ko'pchilik ota-onalar bolalar emaklamasdan turib yurib ketishsa xursand bo'lishadi. Bolamning rivojlanishi yaxshi rivojlanyapti deb. Aslida esa shu holatda bolalarning bel hamda oyoq mushaklarida tonusi baland bo'ladi. Ya'ni razgibательный mushaklar tonusi baland bo'lsa ham bolalar emaklay olmasdan to'g'ridan-to'g'ri yurib ketishadi. Buni ham davolash kerak. Bolalarni qanday emaklashga o'rgatish va bolalar rivojlanishiga bog'liq bo'lgan informatsiyalar oldingi rilslarda berib o'tilgan.